Assalomualaikum obunachilar, hurmatli obunachilar. Bugungi videomuz Bayata kafesidan bo'ldi. Xudo qalasa 24-da botoq quraman dedi San'at og'amiz. Adres tushuntiramiz. Adres bu yoq tarafdan Sinter tomondan kelganda o'zi 47-bog'cha ko'rinadi. Ana yoqdan 47-maktab. Bu yoqda Sinterdan qurollar ko'rinadi. Bu yoq tarafdan kelganda paxtachi. Ana yoqda budilnik, ana yoqda paxtachi ketaverasizlar bu yoqda. Bozor, ana Komsomol deganda orqaga kelaverasizlar. Bezak bo'lsin, sentri San'at og'amizda bo'ladi. Xudo qalasa, vaqt soatini aytib o'tib ketamiz. So'nam xudo qalasa ertaga kelaverasizlar orqaga. Ovqatlardan hamma narsasi bor. Yeb-ichar deydi, morojniy, sarojniy hamma narsamiz bor deydi San'at og'amiz. Kelaverasizlar orqaga, ertaga to'liq barchasini aytib o'tib ketamiz. Obunachilar, bir kunida quriladi deydi, botoq deydi. Shu narsa yoddan chiqib ketishar ekan. Bir kunda kelib orqaga o'ynatib ketsanglar bo'ladi. Deymiz, xavfsiz joy bu yoqda bo'ladi. Xudo qalasa, u yoqdan ertaga ko'rsatib o'tamiz. Orqaga kelaverasizlar. Nomerlarni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Buni tushunmasanglar, adresni kelib o'ynab bolalarni o'ynatib ketsanglar bo'ladi. Bundan da yaxshi xabarlarni eshitamiz desanglar, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. YouTube kanalim Assalom Beruni Media kanali, Instagramda Otabek Ali Official kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like va podpisatsiyani bosib qo'yamiz.